Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar doirasida aholi orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, ularning giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarga nisbatan immunitetini shakllantirish, shuningdek, inson salomatligini ta'minlashga qaratilgan ishlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, so'nggi yillarda yangi turdagi sintetik giyohvandlik vositalari va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar paydo bo'layotganligi, ular inson omilisiz internetning ijtimoiy tarmoqlaridan foydalangan holda aholi, ayniqsa yoshlar orasida oson tarqatilayotganligi mas'ul davlat tuzilmalarining bu boradagi faoliyatini barcha sa'y-harakatlar inson qadri uchun degan ustuvor g'oya asosida sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish zarurligini taqozo etmoqda. Shu sababli 2024-yil 6-may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasiga chek qo'yish orqali ularning aholi salomatligi va mamlakat genofondiga salbiy ta'sirini bartaraf etishga qaratilgan strategik chora-tadbirlar to'g'risidagi PP 73-sonli farmoni qabul qilindi. Prezidentimizning ushbu farmoniga asosan Samarqand davlat universiteti talabalari orasida ham tegishli mutaxassislar bilan birgalikda bir qancha profilaktik chora-tadbirlar amalga oshirildi hamda targ'ibot-tashviqot ishlari hozirga qadar qilinib kelinmoqda. Shu o'rinda universitet talabalaridan giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarga qarshi kurashish faqatgina huquqni muhofaza qiluvchi organlarning emas, balki butun jamiyatning, jumladan universitetda ta'lim olayotgan talabalarning ham muhim vazifasi ekanligini yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchiman.